Qanday qilib uchta asosiy element, ham rol, ham kontekst, ham vazifani o'z ichiga olgan to'liq so'rov tuzish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Biz sizning diqqatingizni aynan shu uchta qismning ahamiyatiga qaratamiz va sun'iy intellekt virtual yordamchimiz bu orqali bizga qanday yordam bera olishini namoyish qilamiz. Bu tajribamizda biz sun'iy intellektdan sayohat yordamchisi bo'lishini so'raymiz va bizning talablarimizga mos sayohat rejasini tuzishni iltimos qilamiz. Mana so'rovdagi uchta asosiy qism. Rol. Siz Yevropadagi eng yaxshi sayohat yordamchisiz. Bu virtual yordamchimizga tayinlangan roli. Kontekst. Men 28 yoshli erkakman. Sayohat qilishni xohlayman va madaniy meros turizmiga juda qiziqaman. Bu yordamchimiz uchun so'rov doirasi va manzarani belgilaydi. Vazifa. Kelasi yil iyul oyida men va do'stim uchun Irlandiyada bir haftalik sayohat rejasini tuzib bering. Unda 3 ta shahar bo'lsin. Bu aniq so'rov, ya'ni yordamchidan nimani kutayotganimizni bildiruvchi konkret vazifa. So'rovni kiritganimizdan so'ng u bizga kunlik rejani tuzib beradi. Masalan, birinchi kun qanday yetib borish, ikkinchi kun qanday shaharlarga borish, qaysi joylarni ko'rish mumkinligi haqida ma'lumot beradi. So'ng so'rovimizni o'zgartirib, undan faqat 2 tagina shaharni qamrab oladigan 14-iyuldan boshlanadigan sayohat rejasi tuzishni so'raymiz. U bu yangi ma'lumotga mos ravishda rejani yangilaydi. Ushbu o'zgarishlar natijasida safar kunlari va tashrif buyuriladigan joylar ham tabiiyki o'zgarganini ko'ramiz. E'tibor bering, biz madaniy merosga qiziqishimizni aytgan edik. Sun'iy intellekt bunga mos ravishda muzeylar, qasrlar, tarixiy joylar kabi o'ziga xos faoliyatlarni taklif qildi. Keyin undan birinchi kuni taklif qilingan faoliyatlar bo'yicha tasvirlarni internetdan topib berishni so'raymiz. U bir nechta sayt orqali qidiruv o'tkazadi va bizga foydali manbalarni taqdim qiladi. Shunday qilib, so'rovda bergan ma'lumotlarimiz asosida sun'iy intellekt bizga sayohatni rejalashtirishda to'liq yordam beradi. Faoliyatlar, taqdimotlar, joylar, hatto tasvirlar bilan birgalikda. Bundan tashqari, agar biz kunlik byudjet yoki mehmonxonaga ajratilgan mablag' haqida ma'lumot bersak, u bizga mos ravishda safar jadvali va takliflarni yanada aniqroq qilib beradi. Xulosa qilib aytganda, agar siz aniq so'rov bera olsangiz, ChatGPT siz uchun real, amaliy va foydali sayohat rejalarini taqdim eta oladi. Sezganingizdek, hammasi bizning to'g'ri so'ray olishimizga ko'p jihatdan bog'liqdir.